Okalar, men sizlarga zo'r variant topib qo'yganman. Ishoninglar, bu uchastkani olasizlar, inshaalloh baraka topasizlar. Mana uchastkani qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozirdan bitta like bosib qo'yinglar. 129.900 startli narxiga Yevro remont mana shu bahaybat uchastka sotuvga chiqdi. Video obzorimizni boshladi, lokatsiyasini videoning oxirida aytaman. Okalar, asosiy darvozadan kirib kelganda mashina qo'yishga sharoitlari bor. Chap tarafda letniy oshxonalar joylashgan. Fasadlarga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Podvoli ham bor ekan. Podvolni ham как zal sifatida foydalansanglar bo'ladi. Akalar, buni 66 sotuvga tushgan akalar. Yevro remont shundoq kirasizlar, yashab o'rasizlar. Asosiy bino kirib kelganda koridorimizni ko'rib kengligini, zinapoyamizni ikkinchi qavatga chiqargan joyimiz bo'ladi. Hop, birinchi qavatimizni mehmonxonasi bo'ladi. Kattaligini, kengligini ko'ryapsizlarmi? Tashqariga qaragan derazasi bor. Bitta lustra qo'yib olasiz, bo'ldi. Televizorga joy tashlab ketilgan, orqa hovliga chiqadigan joyimiz bo'ladi. Shunaqa zo'r shamol aylanar ekan, borib kafillarga chiqib qo'yibdi-da. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozirdan bitta like bosib qo'ying, shunaqa variantlarni o'tkazib o'rmaslik uchun sotildi uy kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu tarafimizda oshxona bo'ladi. Fartiklarni qilib qo'yishgan. Xo'p, mana bitta ko'ryapsizlar, dukonturniy kotel, stabilizatorlargacha bor. Akalar, 100% topli polda isitilinadi, qo'shimchasiga radiatorga joy tashlab ketilgan. Birinchi qavatimizning sanuzili, birinchi qavatimizning radiatorli spalnisi bo'ladi. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. İkinci qavatga chiqib oldik, koridor bo'ladi. Akalar, to'g'rida balkonga chiqsa bo'ladi. Chap tarafdagi xonamizdan detskiy xona qo'rsanglar bo'ladi. Yonidagi xonasi radiatorli spalni bo'ladi. Xohlasangiz bu yerda ham detskiy xona qilib oling. Balkonga chiqadigan joyimiz bo'ladi. Topli pol qilingan akalar. Ikkinchi qavatimiz ham, ikkinchi qavatimizning sanuzili bo'ladi. Общий yoq tarafda radiatorli spalni bo'ladi. Va yonida yana bitta radiatorli spalni bor. Shunda umumiy xonalar soni 6 ta xona, bitta oshxona, bitta yaxlit podvoli bor. Ya'ni bitta xonaning tagi yaxlit podvol. O'tda ham hozir ko'rsataman, kafillari qilingan, cho'pli pollari qilingan, ikkita sanuzili bor, okalar, va oshxonasi. Podvolga tushamiz, okalar. Podvolga ham bemalol sharoitlari qilib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, marhamat. Cho'pli pollari qilingan, mana bu yerda kollektor joylashgan, kafillari qilingan. Bu mahallada gaz, suv, svetdan, kommunikatsiyadan vobshe muammo yo'q. Mana shu leksarni ham qo'yib berishadi, mana shu biralarni ham qo'yib berishadi. Kelgan joyimizdan lokatsiyasi keladigan bo'lsa, okalar, Sergeli Xonobod mahallasi bo'ladi. Beruniy mahallasi hamma biladi. Mahallamizni ko'ryapsizlar, asfaltga tayyor qilib qo'yishgan. Mana shu uchastkalarimiz bo'ladi. Oldi tarafda o'rasi joylashgan, yashil maydoni joylashgan. Umumiy maydonimizda 166 sotuv, kadastr hujjatlari hammasi tayyor holatda. Narxi 129.900 bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. Startli narxi bo'ladi, sunnatiga o'tadigan joylar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiraman.